신정 şaqla. Bu kısımda ilay yok. Bu kısmının ssenariyasi mi yok? Balkim siz 9-chi qismninki vaqaligiga nayt qiziqqan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu qismda bizning haqiqiy hikoyamiz bor. Sizning bu hikoyalarimizni anglab ko'rishingizni umid qilamiz. Biz eng oldi bilan To'xtama to'xta filmidagi kichkina bu vaqalikni ko'rib boqaylik. Life is short as the falling snow, and I'm gonna miss you, I know. Sizningcha mush kichkina vaqalikning o'zini To'xtama to'xta filmining ichida barpo qilish uchun qanchalik odamningki tang kuch qilishi to'g'ri keladi? 2 4 5 Amaliyotda tuandikida xizmatchi xodimlar tang kuch chiqardi. Rejissor, ssenarist, aktyor, operator, ovoz oluvchi, maydon xotirlovchi, sevuvchi, kirimchik, maydon xizmatchisi, montaj, undan berguvchi, xat kirgizuvchi. Bu faqatla nazariyatdagi odam kuch sarfiyati. Amaliyotda bo'lsa, yana qanchalik jafo mushaqqatlar bor. Agar siz To'xtama to'xta filmini tushunmoqchi bo'lsangiz, siz eng boshda X-Groups bilan tanishib o'ting. Bizningki ko'rman do'stlar asosiyatdan. Bizning ko'rman do'stlar asosiyatdan. Bizningki ko'rman Ya başlap oldu. bizningki ko'rman do'stlar, bizningki film ishlash shirkatimizni Night danliq, Night bayashat mushlar bir turmushni kechirdi deb o'ylaydi. Ustiqlar ustiga. Shu Night bayashat deb o'ylaydi bizningki. Hey! Night bayashat deb o'ylaydi. Ma'qul, amsa bizningki ishxonamizni ko'rib boqinglar. Ishxonamiz bo'lsa dal shu egiz bino qaranglar, mana egiz binoga. Demak, bu bino bizlar munosabatsiz. Bizningki ishlaydigan o'rnimiz bo'lsa, mana bu 3 qavatli binoni ko'rdinglarmi? Shu 3 qavatli binoninkida. O'rnimiz Nayt'i shu deysizlar shaharning markaz tarafga to'g'ri kelgan ishxonamiz bo'lsa, ma ishxonamiz bo'lsa mishada. Ma shu film, shu binoninkida biz mushtaraq bir yerda ishlaymiz. Shu-shuqa. Bizningki 2-chi qavatda, bizningki yomg'ir studiyasi ustida. Hozir kelsak, bizning Abubakrin davomli uxlatibdi. Abaytim biz kelgancha uxlatgan, tig'ish uxlatibdi bu. Tomarlıkta içim sürüp futbol joy yok, uyku yok, işlemsek bo'lmaydi. Uxlab yotadigan uyda yotqili bo'lmaydi. Alaqa Shuhrat Jo'da degansiz shuni. Nima jo'da deb turamdi. Albatta hozir bizning bu xizmat besimimiz sal ig'ir bo'lgani bilan bizning bu xizmat tartibimiz intayin shunda tartibli ketib bordi. Har kuni vaqtida ishga tushib, vaqtida ishdan tushib, bizning dam olishlarimiz shunda joyida, hamda o'zimizning salomatlik uchun. Shunga mush yo'sinda bo'lsak, mush bo'lim bitkicha Adash qara. Ma'ni bilan cho'qib gizlasak bo'lmaydi. Tanqis cho'qib bitirib bo'lmaydi. Degan bir javob berdi. Tanqqa cho'qib chiqsin, ha? Tapron. Hey xudo. Hemen 3 saat geç qoldi turma, ha? Azroq kechikma. 3 saat kechikma. O'tkirma hozir gap chiqdi qarab. Men tanqcha meni bitirib, atdiganda mana beni film olgan olmoqchiman. Bir kun, uyga 2 kun, biz 2 kun ko'rishamiz, kechkisimiz, jabajik qo'ydik. Azroq jabajik qo'y, ha? Xudo, men 3 kunga cho'qim borma uyga. Mushaqning oxirida cho'qim borma. Mana shuna qachon? Adash, men yangi plan kirib qoldik. Kelar haftadan boshlab yangi 3 qism qaytildi ekan. Yangi mazmun qaytildi. Shu kelar haftadan boshlab men 3 kundan keyin yana 7 kun film olgan bo'ldik. Kechkisimiz, azroq jabajik qo'ydim. Xudo, mayning oxir cho'qim borma. 7 kishi cho'qim borma. Ishinaman, cho'qim borma. Asrama. Adash, yangi gap chiqdi hozir. Men filmdan sir
yana ma filmning alaylı qismlari ya boshqa nimdir bor azroq şeylar narsa chiqib qoldi. Ig'ir kelmay ma bir oy bichilib ishlaydi. Bir oygacha azroq jabaj ekan. Bu da jilaqirish borma uyga, amına borma uy emas. Nima? Apamning uyiga ketma? Çeşil Ben de çarşıdan mı? Sağ orası çarşıdan. Ben sana şu kadar ömrüm işe... Filmning alaylı ünümünü anar teknik imşirikte. Pen teknika İlan... anar grupta ish Onlar eğlenceli şirketi. Eğlenceli şirketi. Şu aqpırda Anar sen de. alaylı ünümni shu aqpırda şu bizlar qismda alaylı ünümni miyan ishlab olgan ekan, lekin uni qachilab shu sanqış apirib beramiz, hali shu bo'ldi. Men chapalım. İlyar, Abdükerem, qatorliq yo'ldoshlarni endi qo'yib, Qachilab apirimiz shu. Yo'qning o'ti. Hozir biz anar texnik alaylı ünüm chiqarsa keldik. Mushxanda. Aşu. Evet, alaylı ünümni misal qildi. Misha shu. Biz hozir shu Urumchi Anar madaniyat tarqatish chek shirkatida bizningki to'xtama to'xta filmning ichidagi alayli unum qismlarini bu shirkat o'z ustiga olgan. Ya'ni siz ko'rgan balkim 4-qismning ichidagi shunda yerlarni mishlab bergan. Onun sirtdan bizningki shuna yaxshi bo'lgan shunda bir hamkorlik munosabatimiz bor. Muhimi bular shu alayli unum qismlari nihoyat obdan ishlaydi. Onun muhim qismi bo'lsa hozirgacha bizdan pul olmadi. Keyin pul olib qana qilamiz. Kirib ketdik. Bu asaslık grafik bilimden yadırma merkezi. Benim ismim Elyar. Anar şirketindeki asas teknik xodimi. Anar şirketi asas 3 ölçemlik karton film, 3 ölçemlik televiziya e'lon ishlash, anki alaylı işler bilan shug'ullanadi. To'xtama to'xta filmniki asas alaylı qismlarini qatimiz endi hamkorlashib. Shu xo'shaqmas qilmayman, shu xo'shaqmayman necha vaqtdan beri aloqalashmagan bu bolalar bilan. Bugun yuz kelyapti telefon qilib. Ya biz davomli turda endi shunday qiziqish bo'yicha unga pul deyishmaymizda qilishni o'ylashyapmiz. Tatodimi meni? Tatodimi? Kesip ayırıp elip şunu kan bofan ha. Xo'chi, men ish qada qo'yitaman. Pul deyishmaymizda qilishni o'ylashyapmiz. Pul deyishmaymizda qilishni o'ylashyapmiz. Pul deyishmaymizda qilishni o'ylashyapmiz. Biz ama şu 4-qismdagi alaylı ünümni bizning anashlikdagi Davudjon ishlabdiki, qani Davudjon, mushu bizning ünümninki sanga nisbatan xizmat besimi yamiz xizmat miqdori ig'ir bilindimi? Yo'q, ancha yig'im bilinmadi. Ancha ig'ir emasmi? Endi bu anar to'xtama gruppasida bizga bunday ig'ir talablar qo'ymaydi-ku. To'g'ri. Biz azaldan bular bak biyman ig'ir talab qo'ymaymiz. Üzülüp durayım bir gapni qolay. Ma o qismga sal kalama bilan kelib qoldi hozir. Ma to'xtamaydi biz tatqanda yetib turibdi hozir. Hozir oddiy bir ish adar qo'landa kelib bakasam o. Mani tik tug'izib hozir. Ma ostidagi ma semut ya'ni mudiban qilib deb keyindagi binoni Las Vegas qilsak, shunda boshqacha bir xil nima chiqdi. Anda ma kiyime qara. Kiyimi qarang'u. Qarang'lik kiyimni bakaq tudim. Ashuni bir rangarang qilib deylik. Lekin qarang bo'laversin, lekin rangarang bo'lsin, juma. Ha, men tushundim. Rangarang chiqsin. Qarang turaversin, lekin rangarang chiqsin. Asanqo 5 metr qilsa. 5 qilsa? Asanqo rangarang qarang juma. Cho'qim rangarang chiqsin, qarang chiqsin, ha. Asanch, qo'sh. Bikalik bilmadigan. Bu çatak yok. Bikalik ay? Vallahi. Ya makyaj şunu açmamız var mı?
Bu filmde hem de ben hazır Esat rolunu algandan sırt yani ssenariya, yazatmen, ssenarist vazifesi. En mühimi bizden şu film işligi yani Japan film işligi Dilyar bu ağınımız chatga o'qish chiqyapti. O'qish sababini chiqayotgandan keyin shu film ishliguvchi vazifasining bir qismini, ya'ni iqtisod qismining vazifasini üstüme ep qo'yapman. Bir yaxshi yeri bizning filmda bek ortiq tush talablar bo'lmaydi, bularni cho'ng ig'ir talablar qo'ymaydi shu iqtisodiyat uchun. Talab qo'ysam men o'rnab turibman asosiyatdan buning bergan iqtisodni vaqtida berib. Qara Mahmud. Ma vaqalikni ma baytan shu rejissyorlarni deyishdi. Tragediya-ku. Endi buningda biz shu bir Titanikka o'xshash menda bir mazmun qilib, yo'g'on bir kemidan birni, shu paraxoddan birni ijaraga olsak, g'oyat go'zal bir manzara chiqadi mandan. Vaqalik mas keldimi? Shunda payz chiqadi. Paraxod lazım-da? Paraxodda. Bakın cho'ng emas. Endi shu Nima lazım? Nima lazım? ya kichikroq kiyim bo'lsin bu. Ya qo'lvoq bo'lsin. Traktor. Ma'qul. O'zimiz Xulchiga o'xshatdi uni. Asosiyatdan har qanday talab bo'lsa qandirib berma. Bu iqtisodga ishlar cho'ng masala emas. Iqtisodni naqsmaymiz. ondan balalarninki bilgan 3 ta tonir kapiga solgan. Yaxshi o'yindim. Namoyam. Baqchini ishli shunda yaxshi o'yindim. Hamma o'yinchilarni o'yindim. Hozir program chiqadi. Ansam seni bilgan boshqa mas qarab turdi dedi-ku. To'xtama-to'xta filmning ichidagi shu baliq ovoz qismini bizningki Yomg'ir studiyasi o'z ko'tarib olgan. Mana yaning ismi bo'lsa, nima deydi bu yana? Ovoz ilishuydi deydi-ku deyman. Ovoz ilishi. Ma'qul. Aniki mushu o'yin ichida bir nechiqdan biz mushu keyin to'liqlaydigan ovozlar kelgan chaqda, masalan, mushu bizningki yandan bayan, ondan boshqa personajlarniki mushu ovozlarni biz mushada qaytadan olgan. Yani ko'rsanglar bo'ldi. Endi qimmatmi? Men sana shu qadar amran ishing adam Chiqib gaqasa unda. Tabii. Men sana shu qadar amran ishingin bu so'zim. Ey. Siz boshqa alohida bir ko'ngil bilib, undan keyin shu ovozga nisbatan chiqqan kuchlaringizni aytib zo'r, hamda shu ovoz qismiga nisbatan o'zingiz qancha numr bera olasiz? Ovoz qismiga hamda bizning boshqa asarlarimiz bor naq maydonda ovoz qilib qilgan. Shular silishtirgan 30 numr bersak bo'ladimi? Chunki hamda ba'zida operatning ovozlarini ishlatib qoldik filmning orasida. Ko'rinishga ilinmay qolgan yerlarniki. Hamda amalning barcha masalan muhit ovoz deymiz, uni qo'sh filmning ichidan kesib yurib ishlatib to'liq qildik. Balkim ikkinchi bo'limdan boshlab texnik yaxshilab ketadi uning mashina. Chunki o'zim başta turib bir qarab beqish niyatiga kelyapman, cho'ma ovozini anglaganda ya qizi. Zaten nereden chiqyapti bu savallik degan. Hamsa bundan keyin kim shu ikkinchi, uchinchi bo'limga kelganchada bani tixim e'tibor qilay deb o'ylashmoqdingizmi? Yo'q. Azaraq qilib beradigan ishlar yo'qmi? Azaraq qilish imkoniyati yo'qmi qat'iy? Faqat yo'q. Hamda ben rejissor bilan paranjib qilishim o'ylashyapti va agar shu Sodiqning obrazini boshqa bir odamga almashtirsanlar, ben haqsiz qilib turishim o'ylashyaptimi? Men shu to'xtama-to'xta gruppasidagi shu ishi eng cho'ng a'zo. Shunlashqa shu boshqa a'zolarmi meni nihoyatda hurmat qildi, nihoyatda shu fikrimga qo'shildi, idrok qildi meni. Qanday ketdi? Mushu to'xta bilan hozir Tumarsning liniyasida bir chatoq bor. Mushunga qaldimiz ketayotgan bir kun bo'ldi, faqat ishim chiqmadi hozir. Aqlanma. Ya asango o'tirsak 3-shaxsdan buni qotimiz. Baga bo'ldi. O'ylaqasaq necha kun o'ylabmabdi. Hey balla. Ha? Ikkisi o'tirsa 3-shaxsdan qasaqchi. Hey! Naqmushu. Ey, isani bar daragisi. Yaxshi. Endi to'g'ri bo'ldi. 3-shaxsdan buni qidirmasak, bu ishni arasida. Mana hozir degan. Hozir men degan gapim. Men dedim hozir. Bunday gapimmi? Endi men to'xtalib lol. Men rastilma gapni qildim hozir. Hozir to'xtalib lolaning shirkib qoldi. Mushuni orasiga bir nima qilmoqsa qilay? Ikki qizolni qatsa, to'xti bir vaqtda 3 qizolga yo'liqsa, Ey adaş, mushunga biz ikki qizlarni qatsak, to'xti bir vaqtda 3 qizlarni uchrab qolsa-chu. Ey! Satkallarmış kardeşim. Mana bakkallam qatqanmış lolalar to'xtamış. Men mushuni izolay. Hadi, darov. Ey vallahi kapısı. magatma hozir qilgan.
Hozir qildim. Bullama, gap to'g'ri deb mana deb. Ha. Boshqa zalamini. Boshqa zalamini. Hayt, hurmat qil. Fikrim qarshi. To'xtama to'xtay filmiga qanda shu tilaydigan umidlaringiz bor? To'xtama to'xtay filmidan kutgan qanda orzularingiz bor, umidlaringiz? To'xtama to'xtay filmidagi qaysi obrazlardan bek yaxshi ko'rasiz? To'xtama to'xtay qanday chiqib qotdi? Ma'qul, rahmat, ziyoratga. To'xtama to'xtayning hikoyasiga men texmo zo'r bir umid bog'layman. U cho'qim texmo ko'p qiziqarliq emas. U qiziqarliq uchun yaratilgan hikoya emas-da. O'ziga xos bir hikoyasi bor. Mush hikoyasiningki bara mushta ham cho'nqurligi, anadiki ham shu ideya jihatdan yangilikni yaratishni bek xohlayman. Shuningga muzika tanlagandimi, masalan, odatda jazni, anadiki soul, R&B naqshlarni jiqroq tanlayman. Chunki biz bu shu zamonaviy, shu shahardagi, shu yosh bolalarniki hikoyasi bo'lgan ekan, muzikam cho'qim yangi bo'lishi kerak mencha. Kona muzikalarni hamda mencha amalba ishlatmadik. Ko'pchilik yaxshimisizlar, men Ablajon Ayub, sizlar bilan To'xtama to'xta film orqali biz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Shu film ishlayotgan mening do'stlarim, og'aylarim bizning shu Gumanda Arman nomli naqshimizni yaxshi ko'rib, filmning bosh muzikasi, ya'ni bosh naqsh qilib ishlatganligidan intayin xursandman. Oldi bilan naqshimiz do'stlarimga, shundaqla barliq tomoshabin do'stlarga azganligidan nihoyatda xush bo'ldim. O'z vaqtida filmni ishlashdan burun shu bizning shu naqshimizni loyiq ko'rib, degan vaqtida biz bularning ehtiyojiga asosan bu naqshni bir qator tahrir qildik. Keyin film chiqqandan keyin naqshning bu film bilan nihoyatda jipsilashganligini, nazmonlarining nihoyat yaxshi birikkanligini ko'rib bizning bir odiqimiz chiqib qoldi. Nurg'un unutib ketgan bu naqshimizni burun anglab, keyin olmagan yoki ba'zi bir olmagan tomoshabinlarimiz bu naqshni olgandan keyin texim yaxshi ko'ribdi. Shu sababdan men nihoyat xush bo'ldim. Ben shu To'xtama to'xtagi guruhidagi barcha do'stlarimiz bilan yaxshi o'tma. Yaxshi og'aylarimiz, kasbdoshlarimiz ham shular endi shu programmani tortish, filmni tortish jarayonida men bir izlab kelib, shu o'xshaysan gulga nomli naqshninki shu hikoya to'g'ri kelganini bir aytib hamkorlashishni aytgan vaqtda shu naqsh to'g'risida bir hamkorlashib, ssenariyni ko'rib, shu rolni menga tushdig'ini endi shaxsan men o'zim rol olib boqmagan hozirgacha. Özümden embilerden sırf. Mening tunjiqdim o'zimga raqobat e'lon qilishim. Men tirishib turib oldim, lekin do'yanning chechi bo'lmasa nurg'un vaqtda meni vaqtlar ketdi. Shaxsan haqiqatan shu naqsh yozib birdigan yoki bo'lmasa shu ssenariy to'g'risida bir film, ssenariy to'g'risida bir hikoyani o'zimiz chiqarib yozdigan olat kelib qolsakmi, biz shu muzikant do'stlar, yaxshi naqshchi do'stlarimiz hammamiz tayyor deb o'ylayman. Albatta bekalib. Anladinglarmi? Bekalib. Men o'zim aktyorlik kasbida o'qigan. Hamda kasbiy aktyor. Bu filmda hamda bir yangicha obraz yaratdim hamda yana davomli tirishyapman, texmi tirishma. Men garchamda kasbiy aktyorlik o'qigan bir aktyor bo'lsam-mu, lekin meni ko'rmaydiganlar yana jiq. Shu ko'rmaydiganlar xili bor meni. Yasin, ma Abubekirning nimasi, ssenariysi Abubekirni ko'rib qolsang, gap qo'y, men berib qo'y. Ya ma'lum desang bo'ldi-ku? Ko'mdim, atayaq ishxon kamda u. Mana? Ko'rsan chiqib gap qo'y. Ko'mdim deydi ama u. Gap qo'y. Ey! Hemen yinondiga ko'mdim deydi. Ya ma'lum desang bo'ldi-ku bu ne? Man qara. O'tkir ishxon jim paydo qildimmi? Men bir ovoz oldi-ku. Men dedim-ku, meni ko'rmaydi deb. Ko'rmaydi bular. Ben bekara qo'rim menga. Yasin akam. En o'rin do'yin. Shirzat biza o'rinda yerdik. Nima Yasin akashmikin deyman. Shu o'tkir. Yana degan narsa elevitda deydi emasmi? O'tkir.
Ya o ben degandek kasbiyat emas, turmush adabiyot o'rin bu. Немishqa emas, shu o'rinlar shu. O'rin bu qashqa o'rin. Grup bo'yicha eng o'rnadan degan chog'da Dilyar. Shu filmninki GPR'ni deymiz-ku. Shu filmni boshlab qo'yib, sirtqa o'qish chiqib ketdi. Bak mas'uliyatsiz nachar nima ekan o'rin. Shuhrat Sherzod. Yosin Obabekli. Men. Ssenarist Mahmud Muhidin. Men. Sherzod. Sodiq rolda Yasin deb bir bola bor. Dunyoviy chipay. Chipay Wang degan shu bola. Men. Bizning film ishlovchi GPR'ni. Albatta bir film ishlash gruppasida butun iqtisodni film ishlovchi tutadi emasmi? Bizning film ishlovchimiz Dilyar apandim yapon o'qishga ketdi. Yapon o'qishga ketgandan keyin hamda vaqtliq bu vazifani men o'rnida turib qilib berayotman hisobda. Ig'ir kelgan bir masal nima yamsa, eng chong davom qilish nima desa, iqtisod. Faqat iqtisod. Iqtisod bizga eng chong to'saq bo'layotgan bir ish. Mahmud akamning. Asad Mahmud bilan O'tkir. Mahmud kam bilan O'tkir kam. Mahmud Maydakashdan. Mahmud. Yomg'ir Stosiyga Asad. Turg'un. Mahmud bilan men. Mahmudning mas'uliyatchanligi kuchliroq. Har bir nuqtalarga, inchki nuqtalarga bak astoydillik bilan muomala qiladi. Biz bek umidimiz. Bu kinoni ko'rgandan ashiliq juzuni ichida tursila bir xil ko'ngillik xo'shal ashta. Top tigivadi ilqi rasmiy bir ifodam, chiroy ifodam yaxshi chiqmagankin u nim qilyapti. U mendik savallik. Men shu aktyor bo'lib yaxshi o'rin deyamganlik savallik. Ikkinchidan nima deyapti men topdim. Bek qo'qayma. O'tirib top o'ynayapsiz, miyada turib cho'chib ketaman topdan sayistimchu. Shuning bilan shuningdan keyin topdan ancha qo'rqmaydigan bo'ldim. Garchi chiqdim ortiq yegan bo'lsam bu. Shu planlash boshqachida Mahmud atayin shu Korli diyoriga kelib, men bilan ko'rishib, mustaqbal To'xtama to'xtay filmi to'g'risida dastlabda Bayochining obraziga o'ylashgan, keyin shu to'xta obrazini yaratish qismini bekitdik deganda men baxo'shib ketdim. Men o'yladimda, endi men yiroqda bir kelib, yana bir kelib, men berib kelishim, endi u yerda film ishlash jarayonidagi barliq iqtisodiy chiqimlarimiz guruhiga bir ortiq chiqim bo'lib qoldi deb o'ylayman. Hozirmi ham shundaqmikin deb o'yladim. Tushunchalar hozir yetishayotgan nurg'unlarga yosh artistlar bor. Endi Urumchida nurg'unlagan yaxshi artistlar bor. Shunchalar artistlar orasida Mahmudning meni bekitib, meni tanlaganiga men xush bo'ldim. Menga shunchalik ishonch qilib, meni mush to'xta obrazini cho'qim yaxshi yarata oladi deb ishonch qilganiga men xush bo'ldim. Biz o'zimiz yaxshi ko'rgan ishni deb mishak jilgan. Amaliyotda hammamizningki, to'rtlimizningki, ayrim o'zimizningki kasb yo'llari bordi, kirim manbalari bordi. Shuning hammasidan biz voz kechib deb mishak keldik. Endi film deganda cho'qim nuqson bo'ladi. Ham dunyodagi eng dangliq shu rejissyorlar, aktyorlar birlashib ishlagan mushtaq film bo'lsa-mu, eng yaxshi ssenariy bo'lgan bo'lsa-mu, yana uningdan nuqson topa oladigan odam cho'qim topa oladi. Bunisi aniq. Ham bizning filmdan o'xshash biz tirishayotgan taraqqiyot yo'lidagi bolalar bo'lganki cho'qim nuqson bo'ldi. Ham buni to'g'ri taklif kirmasa qabul qilamiz, lekin hamda hech bo'lmaganda bizningki mushunchilik, o'zimizningki mush orzus uchun nurg'un narsalardan voz kechdik. Shaxsan mening beshimga nurg'un ishlar kelgan, nurg'un ishlar kelyapti. Mush jarayonda yana nurg'un jafolarga bardoshlik berib, hayajonlanib qoldim. Demak, endi bir hech bo'lmaganda
Biz mush jarayonda bir hurmat bo'lsa, bizningki shu tirikchiligimizni, shu ham jafolarimizni hamda hammasini ham ko'rmanlarga bizningki bunaqa jafolarimiz bor deyishdan o'rin yo'q. Men bir aktyor turib men yig'lab soldim. Demak ham buni biz ham deb tomoshabinlarga hammasini birdan bir tushuntirishdan hech qanday hamda bir o'rin yo'qda. Chunki biz bir jafo tortyapmiz, biz onda kurash qildik, biz onundan voz kechdik. Ma gaplarni qilish orqali biz ularniki esdashlikka erishsak, u to'g'ri bo'lmaydi-ku, bu kasbchilik bo'lmaydi. Lekin ham shunday bo'lsa, men ta'kidlaydiganim, ya'ni gapni qaytarib kelsam, biz shunday jiq narsalardan voz kechdik. Shu ham mushu orzuyimiz uchun, kasbimiz uchun mush yo'lda menyapmiz. Mushuni bo'lsa-mu, oldi bilan hurmatlasa. X gruppisiningki nurg'a odamlar so'raydi, X gruppisi nima deb X gruppisi deb so'zlaydi deb. Chunki bu 4 qirliq bir arab, bu 4 qirning o'zi biz 4 og'inga vakillik qildi. O'tkir, Abu Bakri, Mahmud, men 4imiz. Bizning bir ekanligimiz asos emas. Men Abu Bakri orqali bu guruhga kirgan. Biz o'zimizning o'rtaq orzuyimiz bo'lganligi uchun birga keldik. Aslida biz bu ishlarni qilmasak, o'zimizningki eng dastlabki xizmatlar bilan shug'ullangan bo'lsak, bundan hozirgidek sal qiyinchilik bor demiyada. Ba'zi vaqtlarda uy ketamaydigan ishlar qoldi, ba'zi vaqtlarda tomoq vaqti yemaydigan ish qoldi. Hatto dastlabda biz filmni boshlangan chog'da Abatay başlapadi maaşlı anağını. Biz zaten tomoq yediğim kısmı yok aşnab yaram ki. Film işleşki maksat olsa özümüzün hoşalıqını taxlalardan baxman bulur. Şoň aşkı biz qat'iy yalti baxmdoq özümüzün çıpalaq işlerimizni yepip durduq. Men hozir bir odamga berib, ekran qarab turib, "Ma ish to'g'ri, ma ish xato, meningcha qimmat, ma ishni qimmat qilish xato, biz bunda qilaylik" desam, hech kim olmasligi mumkin. Ayra bir narsa video tasam. Shu buning birdan-bir vositasi-mi? Nurg'unlarga yaxshisini yaxshi ko'rgan odamlar to'plash, to'xtamada filmni shunga barliq kelgan. Filmni chiq adam yaxshi ko'rgandan keyin, chiq adam to'plashgandan keyin, ayrimki filmning ichida bunda ish xato deb, bunda illatni tashlasak, bunda ish to'g'ri deb, shuncha qarab qo'llasak degan narsa qilganda, ani haq anglaydi. Meni eng boshida to'xtamada filmni planlab, shu ishni o'tirib qo'yib, ish bolalarga deyishga vaqtga qolib kelgan narsa, maqsad bundan shu albatta. Bunda biz pek jafoda tortyapmiz. Ko'nglimizga Japoni biz muxodikilar irqi ustiga ochqmaymiz uchun bunda jafoda to'xtab, bunda chiqarib qo'yib, qismga chiqarib qo'yib bo'lmaydi. Mush qismda sizlarga az to'g'ri ko'rsatib qo'yapmiz endi. Shu bu qismni ko'rgandan keyin bizning jaforimizni az to'g'ri ko'rgan bo'lsanglar, texmi apojan bo'lib tursanglar, biz tirishayapmiz, biz davomli ilgarilayapmiz. Biz tek bir big' altida. Biz cho'ng bir daraxt bo'lib o'sish uchun biz sizlarning aşı yağmur tamcanlarına muhtaç. Sizler bir cık yağmur olup yaqqanda biz sizlerden o'zi qilib texim cho'ng bir daraxt bo'lib chiqishimiz mumkin. Shunga sizlarning yordaminglar, sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar bizga eng cho'ng oziq. Apojamolar rahmat sizlarga. To'xtama, to'xti. 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 Politicians be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name. King Kong hanging on your chest. You can be the hero.
navbatda ziyoratda bo'ldig'ini To'qma To'xti filmidagi eng chong qo'lg'uvchisi Shamshinur adimiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? To'qma To'xti filmidagi shu eng chong qo'lg'uvchi shu siz bo'lsiz. Andan shu To'qma To'xti filmidagi boshlanmasi oldida shu siz qo'llashni aytib keldingiz. Ham izchil qo'llab kelyapsiz. Endi nima sababdan endi shu filmni qo'llash maqsadiga kelib qoldingiz? Shu zapaga bo'lsangiz. Asosiy sabab bu oldi bilan yoshlardan tarkib topgan har soha, har kasbniki, mush kasb ahli va boshqa kasblardan balla o'rtaq qilgan bir program ekanda. Ammo buniki yoshlarniki shu qizg'inligiga, iyilik tiklash ruhiga bir yaxshi nima deymiz hamda oshqushliq bunday rol bir qizg'inligiga hamda texmo yaxshi madad berish uchun bu programmani qo'lladim. Hamda jamiyatimiz hozir nurg'un oliy maktablarni bitirib kelgan bolalarning ichidan ota-onasiga, jamiyatga besim olib keladigan, o'zining xizmatini o'zi deb qilolmaydigan yoshlarimizni jiq bulog'iga nisbatan sizlarniki shu qizg'inliginglar, shu irodanglar, shu jasoratinglar meni ta'sirlantirdi. Shuning uchun sizlarga yaxshi filmlarni ishlab jamiyatga aktiv energiya taqatsanglar, sizlar orqali nurg'un yoshlar o'ziniki mayli qaysi kasbdan bo'lsin o'zinikimi tirishsalar, iroda bo'lsalar, shu iroda yo'lida tirishsalar, yaxshi natijaga erisha oladiganligiga nisbatan bir haqiqatni sizlar orqali his qilib nurg'un jamiyat yoshlariga aktiv energiya tarqatish bilan birga shu insonlarga badiiy zo'q, ro'yi uzuq olib keladigan yaxshi programmalarni ishlab chiqarib, xalqqa foyda yetkazish.